Ismim Bilol. Bu voqea birinchi maktabda taxminan 10 yoshlarim atrofida sodir bo'lgan. Bu atrofda jinoyat kam bo'lgani uchun hammani lol qoldirdi. Qani hikoyani boshladik. Qorli dekabr kuni edi. Yangi yil ta'tiliga 1-2 kun qolgandi. Hamma hayajonlangan. Dars o'tmadik. Men va 5 ta do'stim gaplashib o'tirardik. Keyin o'qituvchimiz direktordan xabar olib keldi. Maktabga qurollangan jinoyatchi kiribdi. Mashq qilmaganimizga qaramasdan 6-sinf o'quvchilaridan aqlliroq edik. Shuning uchun tez chiroqlarni o'chirib, derazalarni yopib, eshiklarni qulflab, o'tkir qalamlar bilan qurollandik. Hammamiz qorong'uda bu voqea tugashini kutib o'tirardik. Afsuski, bu tez tugamadi. Qulflanishdan 10 daqiqa o'tgach, ayolning qichqirig'i zinapoya yonida baland tovush eshitildi. U qo'shiq aytardi. O'l, 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 seni o'lguningcha pichoqlayman. O'l, 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 tirik qolmaysan der edi. Shu payt sinfning yarmi yig'lardi. Qolganlari zo'rg'a o'zini tutib turardi. Qulflanishdan 15 daqiqa o'tgach, ruhiy nosog'lom ayol zinapoyadan tepaga ko'tarildi. Bu yomon edi. Chunki biz zinapoyaga eng yaqin yuqori qavat sinfda edik. Va shu payt o'qituvchimiz hushidan ketdi. Endi aniq biz halok bo'ldik. Biz zinapoyaga eng yaqin yuqori qavat sinf bo'lganimiz uchun ayol eshik oynasini sindirishga urindi. 23 bolani o'ldirishga harakat qilardi. Qolgan 7 tasi yo'q edi. Ularni himoya qiladigan kattalar ham yo'q edi. Dahshatimizga u muvaffaq bo'ldi va u tashqaridan eshikni ochdi. Endi u xonada edi. Uning yuzida eng keng va eng dahshatli tabassum bor edi. Albatta, omadsizligim tufayli u meni urib oyog'imni kesib tashladi. Oyog'imdan oqayotgan qon tufayli hushdan ketay derdim. Do'stlarim jasurlik qilib ayolni yiqitib ushlab turishgani omadim ekan. Politsiya keldi, uni hibsga oldi. Men esa hushimni yo'qotdim. Men kasalxonaga tushib eng yomon bayramni o'tkazdim. Ayol sinfdoshlarimni ham pichoqlagan ekan. Ular ham kasalxonaga tushdi. Yaxshiyamki hammamiz omon qoldik. Ayol 30 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Eng katta burilish shundaki, o'qituvchimiz ayol bilan do'st bo'lib, bizni o'ldirish uchun yordam bergan. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchimiz hushidan ketib va sinfimizni nishonga olib bergan ekan. O'qituvchimiz 15 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar